Allah Taala bizni nimişqa yaratdi? Allah'ның bizni yaratishga ehtiyoji bormi? Allah Taala'nın insanlarını yaratqanlığı, ularga ehtiyoji borligini bildirmaydi. Masalan, ata-onamizning bizga kuyinishi, biz uchun nurg'un bedellarni to'lishi, ularning bizga muhtoj ekanligi emas, balki ularning tabiatiga va qalbiga o'rnatilgan mehr-muhabbatning ifodasi va namoyandasi. Masalan, bir dinga ishonmaydigan odam maxfiy holda ojiz faqirlarga yordam qilgan bo'lsa, biz u odamdan siz nimishqa ojiz faqirlarga yordam qilasiz? Ularga ehtiyojingiz bormi? Ularga yordam qilishga sizga nima turtki bo'ldi desak, u odam mening ularga ehtiyojim yo'q. Mening o aciz faqirlarga yordam qilishim mening insonligim, insonlik tabiatim deyishi mumkin. Dal mushuningdek Alloh taolaning insonni yaratganligi, Alloh taolaning ilohligi va yaratquchi ekanligining bir ifodasi. Bir qobiliyat egasining qobiliyatini ishga solib bir ishni vujudga chiqarganligi u odamning uningga ehtiyoji borligini bildirmaydi. Shuningdek, buyuk qudrat sohibi Alloh taolaning qudratini namoyon qilish, o'zining yaratquchi ekanligini ifodalash uchun inson va jinlarni yaratishi Alloh taolaning inson va jinlarga ehtiyoji borligini bildirmaydi. Belki bu Allah Taala'nın hakim, yani her işini payda gözlep paydalı qilguvchi degan sifatining taqozosi. Chunki bir qobiliyat egasi qobiliyatini joriy qildirmasa, masalan bir usta doktor doktorligini qilmasa, bu bir foydasiz, yani hikmatsiz ish qilgan bo'ladi. Demak, Alloh Taala'ning insonlarni yaratishi hakim sifatining, yani her ishni paydalı qilguvchi degan sifatining taqozosi va qodir, qudratlik, hammaga qodir degan sifatining namoyandasi va xoliq, hamma narsalarni yaratquchi degan sifatining natijasi. Alloh Taala insonlarni yaratib, ularni o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Acaba Alloh taolaning bizning ibodatimizga nima ehtiyoji bor? Agar butun dunyodagi insoniyat kofir bo'lib, Allohga osiylik qilsa, Allohning ulug'ligidan, Allohning qudratidan hech qanday narsani kamaytirib o'tmaydi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda Musa alayhisolamning tili orqali "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innalloha lag'aniyyun hamid." Agar sizlar va butun yer yuzidagi insonlar kofir bo'lsa, Allohga hech qanday ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh hamma narsalardan behojatdir va madhiyalashga loyiq zotdir deydi. Alloh taolo biz inson va jinlarni bu dunyoda yaratib, bizni o'zini tunishga buyurdi. Chunki ilohini yaratquchini tunigan odam o'zini tuniydi. Men kim, nereden keldim, nega boraman degan o'xshagan bir talay savollarga javob topalaydi va o'zining bu dunyoda borg'ilish sababini bilalaydi-da, g'oyilik yashaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jinlarni meni tunusun deb yaratdim deydi. Inson o'zining Robbini tunigan vaqtida ibodatning haqiqiy ma'nosini his qila oladi va ibodatning inson ustidagi Allohning haqqi ekanligini bilalaydi. Chunki insonni Alloh taolo yo'qlikdan bor qildi. Inson Allohning mulki. Bir mulk egasi o'zining mulkiga xohlagan vazifalarni qo'ya oladi. Yana birisi Alloh taolo insonlarni ruh va tandan iborat ikki narsadan yaratdi. Badanimizning uzuq uchun nurg'unlagan yemekliklarni yaratdi. Ruhimizning uzuq uchun o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Allohning zikri bilan, Allohga ibodat qilish bilan qalblar shodlanadi, qalblar orom topadi deydi. Aksi taqdirda Allohga ibodat qilmagan vaqtimizda moddiy jihatdan qanchalik bayashat yashayli, qalbimiz qurg'oqchilikka to'ladi va ruhiyatimiz ocharchilikqa qoladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimiki mening zikrimdan, ya'ni menga ibodat qilishdan yuz o'riydi ekan, uningga tor hayot bo'ladi deydi. Bu yerdagi tor hayot iqtisodiy jihatdagi, moddiy jihatdagi tor hayotni ko'rsatmaydi. Chunki biz dunyoda Allohga osiylik qilgan, Allohdan yuz o'rgan, Allohga ishonmagan nurg'unlagan kofirlarning moddiy jihatdan aytib bayashat yashayotganligini ko'ryapmiz. Bu yerdagi tor hayot ruhiy jihatdagi torliqni va qalbning siqilishini ko'rsatadi. Shuning uchun Allohning bizning ibodatimizga ehtiyoji yo'q, aksicha bizning Allohga ibodat qilishga ehtiyojimiz bor. Chunki ibodat bizning dunyodagi va oxiratdagi baxt va saodatimizning siri. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilalloh." Ey insoniyat, sizlar Allohga muhtojsizlar deydi. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى